Do'stlar, assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, obunachilar. Damas so'ragan aka-ukalarimiz bor edi. Damas kelib qoldi, ikkita sotiladigan. Xohlagan dokumenti bo'ladi. Dokumentda muammolar yo'q aka-ukalar. Ishonarli mashina. Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idamiz aka-ukalar. Damas so'ragan aka-ukalarga podlista qilib qo'yasizlar. 2023 birinchi Damasimiz 2023 105 ming yurgan. Полный наворот qilingan mashina. Propan gazi bor, balonlari o'rtacha holatda 2023 Полный shumka qilingan. Pultlari bor. Keyin kolonkalar originalidan. Video registratorgacha qo'yilgan. Yurgani 104 ming yurgan ekan. Monitorlargacha qo'yib qo'ygan, Malibu barlarigacha. Polilarni ham zo'ridan qo'yib qo'yibdi aka-ukalar. Mashina полный shumka qilingan ekan. Tonirovkalari bor. Xohlagan dokument bo'ladi aka-ukalar. 2023 105 ming yurgan. Mashinani ko'rishlari mumkin. Kamchiligi yo'q. Nimaga kerak bo'lsa hamma narsasi qilingan. Anaqa kaplaklarni qo'yib, podloshka. Xullas, minishga tayyor. Pokiza minilgan. Patologlargacha qilib qo'yishgan. Kraskalar toza. Bitta mashit kapalagida petnosi bor ekan, ichiga o'tmagan. Unaqa shpakulovka, unaqa narsalar bo'lmagan. O'zlaring uchun yana kelib, xohlagan joyda tekshirib olishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 5800 dan oz-moz tushib berilar ekan aka-ukalar. Egalar nomerini qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, ikkinchi Damasimiz 2020-yil. 2020-yil 4 ta baloni yangi. Yurgani 155 ming yurgan ekan. Mashina metanda. Uni qilingan bu ham aka-ukalar. Minishga tayyor. Pioner kolonkalarigacha qo'yib qo'yishgan. Dokumentda muammo yo'q ekan. Xohlagan dokument bo'lar ekan. Xohlasalang оформление, xohlasalang generalni. Bitta joyda rextopka qilingan joyi bor ekan, ko'rsatib qo'y, mana akalar. Mana shu yerda rextopka joyi bor ekan. Bo'ldi, qolgan joyi toza ekan. O'zlaring uchun xohlagan joyda tekshirib olsalaring bo'laveradi. Bunimiz narxini 5200 dan tushib berilar ekan, oz-moz. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan holda ham sotilaveradi. Bank yetmagan joyi bo'lsa, variant ham bo'laveradi. Mashinamiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'ida turibdi aka-ukalar. Uzoqda bo'lsalar lokatsiyani berishadi.